Gentra mashinamizni farasini ruchnoy ligirovka qilishni ko'rsatib o'tamiz. Farasi o'ng tomoni pastga tushib qolgan. Shuni hozir ko'rsatib o'tamiz. Faraga olib kelasiz. Bu yerda yozuv bor. U D degan yozuv. Bu yerda buraydigan bo'lsak, tepaga pastga bo'lib tushib chiqadi. Bu tomonda ligirovkasi bor, bu tomonda ham buni buraydigan bo'lsak, o'ngga chapga bo'ladi. LR deb yozib qo'ygan mana buni orqasida. Atverkani olamiz. Oddiy atverka bilan shu yerga solib turib, buni o'ng chap tomonga buraydigan bo'lsak, fara ko'tariladi. O'ng tomonga buraydigan bo'lsak, pastga tushadi fara mana. Chap tomonga burayapmiz. Buni farasi ko'tarilyapti. Narigi tomon bilan tengib qo'yamiz. Bu farasi pastga tushib qolgan edi. Mana burayapmiz, ko'tarilyapti. Faraga ko'rsatib qo'yasiz. Burayapmiz, ko'tarilyapti. Narigi farasi bilan teng bo'ldi. Xudo xolasa shu holatda ligirovkasi zo'r bo'ldi. Shunaqa o'zingizlar ligirovka qilib olsanglar ham bo'ladi. Boshqa mashinalarda ham xudo xolasa ko'rsatishga harakat qilamiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.